Tili bormi? Dreamfit. Dreamfitdan bormi yo'qmi? Sizlar ham kelasizlar. Dreamfitda ham представители kelsin. Dreamfit keldi. Hikmatulloh ham keldi. Shohruh Usmonov shu yerda, Xo'jakbar Hakimov ham shu yerda. Markaziy bahs g'olibi в данном поединке победу одержал файтер, представляющий GFC Бишкек, Кыргызстан, Ратбек Таджибаев. Nodir aka, qanisiz? Nodir aka. Nodirjon aka, siz ham baqa kelar ekansiz. Srochna. Mana nimasdan sekin keling. Dilshod aka, Mirzaxo'jayev bugundan boshlab Dilshod emas, Abdulloh, qulluq bo'lsin yangi ismlaringiz. Sizlarni nimaga to'pladik? Sizlar sovg'a olib keldinglar, tabrikladinglar. Endi sizlarni ham sovg'a olish vaqtinglar keldi deb o'ylayman. Qani, Abdulloh aka bitta-bittalab tarqataverasiz. Bunisi Shohruh Usmonovga ketdi. Ikkinchisi Xo'jakbar akaga ketdi. Xo'jakbar Hakimov, Hikmatulloh Jo'rayev va Dreamfit o'zimizniki. Nodir aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ani bloger degan narsani siz yechaveravering. Bu bloger sizga emas ekan o'zi. Bilaman, bekordan bekorga chiqmagansiz. To'g'rimi? Gapirasizmi, mikrofonni beraymi? Yo, o'zim nima qilaman? Assalomu alaykum. Hamma kelganlarga rahmat. Mana shunchalik mana ustozimiz bugunni Dilshod akam ismlarini yangi bo'lib Abdulloh qilishdi. O'shanga shogirdlar nomidan sovg'amiz bor edi, oddiygina bo'lsa ham shuni Bu Pro Max'mi? 17. Abdulloh aka. Ey Mirzaxo'jayev Abdulloh. 17 Pro Max shogirdlar nomidan ismingiz ham, sog'ingiz ham qulluq bo'lsin. Endi haqiqatdan polichidasi bo'lib ketdi. Azimjon aka qani? Qani Azim aka ham bor edimi? Qani shu yerdami? Chiqing. Qani Azim aka? Faqat tez. Bo'ldi, musobaqamiz tugadi. O'z nihoyasiga yetdi. Endi o'zimiz uchun ham ozgina sovg'a berdi. Sovg'a oldi qilmasak bo'lmaydi-da. Qani Azimjon aka, sekin keling. Deb turib, qani chiqaring endi. Qog'oz bu, amerikanskiy. Qulluq bo'lsin Abdulloh aka. Bu musobaqamiz tugadi, endi oxirgi gap sizdan. Xayrlashsam sizdan, mana. Muhammadjon, qayerdasan? Mana ukam bilan birgalikda mana shu Medved klubda olib boramiz. Mana shu ukam bilan birgalikda mana shu darajaga yetishdik. Allohga hamd sanolarimiz. Uka. Assalomu alaykum, qo'qon. Hali musobaqamiz yo'qdimi? Mana shu musobaqani o'tkazishimizda bizga kattadan katta yordam bergan ichki ishlar, milliy xavfsizlik, milliy gvardiya, hop, qo'riqlash bo'limi, skoriyda ishlaydiganlar, mana doktorlarimiz bu yerda o'tirishdi, boshdan oxirigacha bizga qarab. Qo'qon shahar hokimi Marib akani hammalariga katta rahmat aytaman.
shu musobaqani o'tkazib mana shu grepplingni shu darajaga olib chiqishimizda shular kattadan katta yordam berishyapti. Shunday tinch, shunday bir go'zal yurtda yashaganimdan hammaga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar. Bo'ldi. Medved fabrika chempionligining 3-musobaqasi tarixda qoladigan turnir. Tarixda qoldi. Endi rasmga tushinglar mana shu odamlar. Bo'pti mana. Hoji Akbar aka bir narsani so'ramoqchiman. Mana Medved fabrika chempionligi 3-turniri bo'lib o'tdi. Endi 4-turnirimizni viloyatlarimiz qaysi birida? Andijonga, Namangonga va Farg'onaga e'lon qilamiz. Qaysi birlari xolasi o'sha viloyatda o'tkazamiz. Farg'ona. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga katta rahmat. Sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Обязательно. Birinchi plan nima qilibdi? To'xta, muzika qo'ymay tur. Qo'ymay tur, muzika qo'ymay tur. Birinchi foto na pamять qolsin bu odamlar. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi mana rahmatlarim bor. Kelganinglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ichki ishlar xodimlariga rahmat. Milliy gvardiya xodimlariga rahmat. Mana dekoratsiya qilib bergan Vodiy Nurga katta rahmat. Abdulloh aka, sizga katta rahmat. Hoji Akbar aka, xursand bo'ldim ko'rib siz kelganingiz. Endi Hikmatullo aka o'zimizniki. Shoqib aka ham o'zimizniki. Bor. Kimmi? Dream Fitmi? Dream Fit. Keyin gaplashamiz. MM Usta, sizlarga katta rahmat. iPhone berganlar, sizlarga ham katta rahmat. Qo'qon, katta rahmat. Ozgina pasaytirib qo'ying.